Bir akamiz vafot etib, morgda yotibdilar. Bu akamizni oila a'zolarini qidiryapmiz-da. Oila a'zolarini, qarindosh urug'larini qidiryapmiz. Iltimos qilaman, shu akamizni ko'chada behush holatda skoro olib kelgan больницаga. Больницада 2 kun yotib vafot etganlar. Ikkitasidan pasporti chiqqan, hozir pasportida nom va familiyalarini o'qib beraman. Iltimos qilaman, Alloh yo'lida savob uchun shu videoni tarqatinglar. Bir musulmon akamiz chetlarda qolib ketmasin. Hech kim yo'qligi uchun bizga bermayman deyapti. Daji ko'rsatmayapti ham-da daji. Sultonov Sherali Tursunaliyevich 16 yanvar 1972-yil Tojikistonning Nov nohiyasida tug'ilgan, ya'niki Siptamin nohiyasida. Eski nomi Nov bo'lgan, bu akamiz garajdan Rossiya olgan. 2017-yil rossiyskiy pasport olgan, ikkitasidan rossiyskiy pasport chiqqan. Iltimos qilaman, Alloh yo'lida savob uchun shu videoni tarqatinglar. Biz suratini qo'yaylik desak, suratini bermayapti. Mumkin emas deb. Daji pasportini suratini yoki o'zini suratini bermayapti. Faqatgina qarindosh urug'i kelsa beramiz deb. Hozirgi kunda Moskvada ulisa Baginskiy 28-больницаning morgida yotibdi-da. 20-may kuni olib kelgan ko'chadan topib. Neizvestni qilib. 22-may kuni vafot etgan, hozirgacha morgda. Iltimos qilaman, shu videomizni tarqatinglar. Akamizning rossiyskiy pasportida registratsiyasi Ulisa Polyarny dom 15 8-kvartiraga registratsiya bo'lgan pasportlari, rossiyskiy pasportlari.